Assalamu alaykum asqardoshlar. Har vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Biz bugun Photoshop 2022 ning rang simish quroli bilan tanishib chiqamiz. Biz oldingi soat darsda buning ustidagi Frame Tool degan qurol bilan tanishib chiqqan. Hozir buni ostidagi Eyedropper Tool degan bu qurol bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni biz buni rang simish qurol deb ataymiz. Odatda biz bu qurol orqali boshqa rasmlarning rangidan avrishga rang ilib biz laylamoqchi rasmninki taglik rasm yoki xatlarning rangini o'zgartirib bo'ldi. Buni o'zgartirishning boshqa usullari bor, lekin ma usul orqali ham oson ham tez holatda o'zgartira olamiz. Kun taqsidan tizim ko'nikmasi oyni bosgandan keyin bu tanlashga o'tadi. Biz sumirish qurolini qaysi rangning ustiga olib chekkandan keyin shu rangni tanlab turdi. Biz buni oldingi soat darsimizda ozroq tanishtirib o'tgan. Bugun amaliy misol orqali yana bir qitim so'zlab o'tib ketamiz. Biz shu qahvani misol so'zlaylik. Biz avval kompyuterdan Ctrl N bosib, biz yangidan ko'zlakda bir ochilib, buni A4 qog'oz shaklda bir e'lon ishlab qo'yaylik. Biz bu quruq betga tashlab oldik. Tashlab olgandan keyin buni oltni bosib, o'zimiz muvofiq deb qaragan shaklda cho'ngaytirib olsak bo'ldi. Ondan keyin biz buning taglikning rangini qahvaninki istakan yoki qahvaning rangi yoki qahvaninki urug'chisining rangida bir taglik hosil qilmoqchi. Shunga biz bu yerga quruq qavatdan birini qurib, qurol orqali biz shu taglikni o'zgartmoqchi bo'lgan rangni tanlab olamiz. Tanlab bo'lgandan keyin biz hozirgi tanishtirmoqchi bo'lgan qurolni rang simish qurol orqali biz mushadagi rangni xohlagan birini tanlaymiz. Masalan, kompyuterdan oyni bosib, rasm taxmin qilib olgandan keyin masalan shu rangni ishlatmoqchi bo'lib qolsak, bu rang tanladik, qarasak buni bu yerda buning rangi o'zgardi. Masalan, hozir qora qilib qo'ygandan keyin yana qayta tanlasam, buni mana masir holatga o'tdi. Kompyuterdan Alt Delete bosgandan keyin rangni to'kdi. Undan keyin Ctrl D ni bosib, tanlashni amalda qoldirayotgandan keyin shu holatda bo'ldi. Endi biz bu taglikning shakliga ozroq o'zgartirish kiritaylik. Biz kompyuterdan Ctrl bosib turib, mouse'ninki so'l tarafini chekib, bu yerda astamda tortamiz. Shu holatda bo'lsin degandan keyin muqimlashni bosib o'tdik. Endi biz mana taglikning rangi oppoq bo'lib qoldi. Endi biz bu taglikning rangiga ozroq rang kiygizib qolsak, buningki rangi nima? Manadan ozroq farqlangan rangda. Ya'ni biz kompyuterdan oyni bosib, qahvaninki o'tirdiki sal qaymoqroq shaklda. Buni tanlab olgandan keyin ostidagi oq rang va taglikni tanlab turib, Alt bilan Delete bosgandan keyin tanlash o'tdi. Mana shunda agar buni biz qahva urug'chisining rangida qilmoqchi bo'lib qolsak, ya'ni biz buni tanlab urug'chini xohlagan tanlagandan keyin endi kompyuterdan Alt bilan Delete bosgandan keyin holatda o'zgardi. Yani biz bunga bir xat yozib qo'yaylik. Masalan, Turk qahvasi deb yozib qo'y. Bunu saqlayotdim. Qarasanglar bu ko'rinmadi. Nima ko'rinmadi deganda, qavatning ostiga o'tib qolganlik uchun ko'rinmadi. Shunga biz xatni tutib, qavatninki tagli qavatning ustiga tashlaymiz. Tashlagandan keyin hozir ko'rindi. Buni Ctrl bosib, o'zimiz xohlagan o'ringa qo'ysak ham bo'ladi. Bo'lmasa, buningki o'ng so'lni ilqat markaz nuqtaga to'g'rilamay qolib qolsak, kompyuterdan Ctrl A ni bosib, butun umum ko'rinishni tanlab bo'lgandan keyin yutkash quroliga kelib turib, mana qarasak, bu yerda o'ng so'l o'tira, o'ng taraf bu tanlashlar va mana osti usti masalan biz o'ng so'lning markaziga to'g'rilamoqchi. Agarda biz umum ko'rinishni markaziga to'g'rilamoqchi bo'lsak, mana bisimiz. Buni bossak, mana hozir istakandan keniga o'tib ketdi bu. Masalan, men ustiga ko'rsatib qo'y. Mana hozir men
Biz bu o'ng solning markazida o'rnamoqchi bo'lib qolsak, mana bizimiz. Mana hozir to'g'rilandi. Buni kontrol dini bisib, qaytarib o'tib, mana hozir ostiga tushib, mana hozir masalan matrab kelib qolgan bo'lsa, ya'ni kontrol A ni bisib, bundan o'ng solning markaziga to'g'rilmoqchi bo'lib qolsak, mana bosgandan keyin o'ng sol tarafning markazi to'g'rilandi hozir. Agarda bütün umumiy rasmniki shu ko'znakning o'ttirg'a markaz qismiga to'g'rilmoqchi bo'lib qolsanglar, mana bossanglar bo'ldi. Hozir lekin men buni o'sha yerga qo'ymoqchi. Buni kontrol tiyini bisib, matalashga o'tgandan keyin oldini bisib turib, men azroq xatninki nimasini cho'ngaytiraman. Shu holatda endi men buningki rangini masalan qahvaniki o'tirning rangiga o'zgartmoqchiman xatning rangini. Masalan qarasanglar, hozir men uruqchining rangini tanlag'lar. Men qahvaniki o'tirdiki oq rang o'zgartmoqchi bo'lib qolsam, yana ko'p taqsidan oyni bisib turib, men mushadiki o'zim xohlagan shu bulutga degan rangini tanlayman. Tanlagandan keyin shu rangni sumirdi, undan keyin men xatning qavatning ustini tanlab turib, alt bilan delete bossam, shu xatning rang to'kidi shu xatga. Biz bu rang sumish qurolni shu usulda paydalansak bo'ldi. Biz yana bir rasmda mashq ishlab boqaylik. Masalan, rasmda bizlar odatda biz bir grafik rasmni ishlatmoqchi bo'lib qolsak, loyiha ishlarimizda xaridorlar bizga shu rasm shu holatda bizga bir loyiha ishlab bering deb qolsa, biz shuning rangidan tortib o'xshash shakldan o'xshash qilib beringlar, rangi mushta bo'lsin deb bizga talabni shunday qo'ygan bo'lsa, biz cho'qim ashning rang bo'yicha qilishimiz kerak. Bu vaqtda yana shu sumirish qurolininki alohidaligidan foydalanamiz. Odatda biz Photoshopda buni bu yerdagi shakl sizish quroli, po'lat qalam, qurol orqali texmo tez loyilab chiqara olamiz. Lekin biz ustidagi oldingi soatlik darslarimizga bir mashq olsin uchun shu hozir biz mush qurollar orqali rasmni qayta bir suzuq holatda yasab chiqmoqchi. Biz avval taxim yaqinlashtirib, bu kontrol pilosini bosaq yaqinlashadi. Shu rasmninki bir ko'rinishni bir sizib chiqaramiz. Biz oldingi soatlik dars so'zlagan bu qurollardan bir foydalanib boqaylik. Masalan, biz chambarsimon shaklda biz ko'rinishni bir sizib chiqaramiz. Buning uchun mousening so'l tarafini chekib, shift bilan altni bosgandan keyin holatda chambarni sizib oldik. Bo'ldi. Endi biz buni yerini kesib chiqarmoqchi. Yerini kesib chiqarish uchun biz tik tut buning shaklidagi qurol orqali kesib o'tdik. Buni yerimni kesib o'tdik. Agarda sizlarning tanlashga o'tmay qolib qolsa, agarda tanlash bo'lib qolsa, cho'qim shu tanlashga kelib turib, undan keyin chiqarib olsam bo'ladi. Endi biz orliqni chiqarmoqchi. Buning uchun yana yumaloq shakldagi tanlashni tanlab turib, biz o'ttirni markaz qilib turib, mousening so'l tarafini chekib bo'lgandan keyin shift bilan oldini bosib turib, buni mousening so'l knopkasini ching bosib turib tortamiz. Tortgandan keyin shu holatda chambar sizildi. Biz muvofiq bo'ldi deb qaragandan keyin undan keyin mouseni qaplasak, mana sizib bo'ldi. Endi biz buni ayrim bir qavat qilib chiqarib olmoqchi. Shunga biz quruq qavatdan birini qurib olib, undan keyin shu quruq qavatni tanlab turib, endi shu rangni o'xshash rangni qilmoqchi bo'lgandan keyin biz bu ham rang sumish qurol orqali rangni tanlab oldik. Tanlab olgandan keyin endi ko'p taqsidan alt bilan delete bosgandan keyin rang to'kildi. Masalan, biz hozir o'chirib o'tgandan keyin qarasak, mana biz hozir to'kib olgan shaklning rangi shu. Endi biz buni kontrol dini bisib, tanlashni amalga qoldiramiz. Ikkinchi qadamda endi biz chambarni sizib oldik. Buni o'xshash quruq qavatdan birini qurib, chunki quruq qavatni qurmasak, shaklning har birining rangi ayrim-ayrim. Shunga qavatni ko'proq qurishimiz kerak. Keyin o'zimiz xohlagan vaqtda endi rangini boshqa o'zgartirib bo'ldi.
Biz avval çember semanda bir sizib oldi. Bunun siz üçün merkezini nokta qilib turib, mouse'un sol tugmukasini besib turib, undan keyin shiftli altni besib, holat tanlaymiz. Undan keyin rang tökimiz. Rang töküşdən burun çoxum biz mush tökməkçi olar rangninki rang tanlab olamiz. Biz hozirgi tanıştırmoqchi olar mush rang sürmüş qura arqali biz mush rangni xaligini tanlayli. Tanlab bo'lgandan keyin alt bilan delete bosgandan keyin bu rang tökeldi. Ctrl D ni bosib tanlashni amaldan qoldirib o'tgandan keyin biz bu çemberni 4 bo'lakka bo'lib olamiz. Chunki qarasanglar, ma 4 bo'lakning rangi 4 xil. Buni hamda 4 bo'lakka bo'lish uchun tagdiki bo'laklarninki cho'ng kichikligiga qarab turib kesib olishimiz kerak. Shunga biz ma qavatninki aniqligini sal tuvalashtirgandan keyin rangninki ma kesishma nuqtalarini ko'ra olamiz. Shunga buni muvofiq deb qaragan holatda aniqligini tuvalatib o'tgandan keyin biz ma tanlash quroli orqali buni shuni tanlab masalan men shuni muvofiq deb qaragandan keyin men buni mouse'ninki o'ng knopkasini chekib turib ma kesib olaman. Kesib olgandan keyin hozir bu ikki bo'lakka bo'lindi. Biz buni ustidagi yerimni yana yerim bölməkçi buni holatda ekib turib buni kesib oldim. Hozir ikkisi oldi. Endi astlizikini bölməkçi. Buni kesib bo'ldi. Endi biz buni rangini o'zgartili. Birinchisiniki biz hozir avval mani ko'rib boqdi. Biz buniki astidikisininki hammasiniki ichib o'timiz hozir. Aniqligini o'zi bilsan qilayotgandan keyin qarasak, maning rangi o'xshash bo'lmabdi. Shunga buning rangini o'xshash qilish uchun biz ustidagi mouse'ni ekib turib, konturni besib, mashini tanlaymiz. Tanlab bo'lgandan keyin biz bayam tanlagan mush rangni mana ustiga to'kamiz. Shuning uchun alt bilan delete bosib, barang to'kib oldik. Mana hozir mana rangi o'zgardi. Buni o'chirib turib, ikkinchisiga mush rangni o'xshash rangni to'kamiz. To'kish uchun konturni besib turib, rasm qavatni bir chekkandan keyin buni tanlaydi. Tanlagandan keyin yana ko'taxsini alt bilan delete bosib, buni o'xshash rangni to'kdik. Endi buningki ostiga qaraydigan bo'lsak, astininki asos jihatdan o'xshashgan, lekin biz qaraydigan bo'lsak, buningda azroq bir soyba. Shunga biz hozir soyba desak bo'ldi. Buning uchun men tanlab turib, drop shadowni bossak bo'ladi. Mana biz buni o'zimiz muvofiq deb qaragan holatda tanshab bo'lgandan keyin buni muqimda o'tkazsak bo'ldi. Undan keyin aslidagi bo'lakni o'ng tarafdagini ustidagini o'ng tarafning ustiga ilib o'taman. Mana. Hozir men ilib o'tgandan keyin meningki taraf yo'q edi. Endi men sol tarafdagininki ostiga buningga o'rin bermoqchi. Buning soyini yana bu yerdan buni o'xshash berdim, lekin buni nima chiqmaydi desam, bu eng asli qag'il uchun chiqmaydi. Shunga buni mana ustiga ilib o'taman. Mana. Ammo o'sha holatda bo'ldi. Endi biz buningga o'zimiz xohlagan shaklda birini qo'ysak bo'ldi. Bu shaklni shaklni sizish quroli orqali sizsak bo'ldi. Bo'lmasa to'rdan tayyor PNG shaklidagi rasmni tushirib ham qo'ysak bo'ldi. Bo'lmay qolib qolsa biz sizish quroli yoki po'lat qalam quroli orqali sizib olsak bo'ldi. Buni keyingi qismda tanishtirgan vaqtimizda so'zlab o'tamiz. Shunga hozir vaqtni uzartmaslik uchun hozir tayyor nimadan foydalanib o'tib ketaylik. Masalan, biz bu yerda o'zimiz xohlagan shakldan birini tanlab, masalan, bu shaklni tanlaylik. Tanlab buning ustiga bir quruq qavatni birini qurib o'tib, undan keyin o'tirga qo'ymoqchi bo'lib qolsak, o'tir markazini tanlab turib, mouse'ni sol tarafini chekib, shiftli altni bosib masharat qilsak, markazni nuqta qilgan holatda bu tang yo'g'inaydi. Biz mana rangini aynı besib turib, mana oq rangini tanlab bo'lgandan keyin biz buning rangini masharat qilib olsak bo'ldi. Buni biz birini sizib chiqarib oldik. Endi taglik tarafni sizib chiqaraylik.
Ben hazır mana hammani bir grupning ichiga kirib o'tay. Hozir men xatni tushirib o'tib, buni gruplash uchun biz gruplamoqchi bo'lgan bütün qavatlarni tanlab turib, Ctrl bilan G ni bassak, ya'ni biz Uyg'urchada G deymiz. Buni basgandan keyin va biz gruplab oldik buni. Hozir biz qilganimiz. Endi ichi kirib, buning biz eng ostida, hozir taglikni qilmoqchi bo'lgandan keyin eng ostiga bir tal qavatdan birini quramiz. Buni eng ostiga kelish kerak. Bu quruq qavatni tanlagandan keyin tanlash qurolini ekilib, yerden tanlab, endi bununla biz mushu rasmdagi rengini tökep beramiz. Bunun uchun yana rang sömürüş qurolini tanlab, rangni sömürüp oldik. Ondan keyin biz mushu rang tökimiz. Kontaktdan adetilen delete basıp rang töküp oldik. Ondan keyin Ctrl D ni basıp tanlash amalini qoldirdik. Endi biz o'ng tarafdagi ma'ni sizib chiqamiz. Bunun uchun biz hozir qurgan taglikning aniqligini sal to'ldirib o'tib, ondan keyin biz hozirgi taglikninki mushu taglikni qo'yib, buni tanlab, mushu yerning rangini o'zgartirib olsak bo'ldi. Lekin biz ma'lumot o'zgartirib olsak, boshqalar qilgan vaqtda sal avvalchilik yo'liqib qolamiz. Ishning sur'ati oslab qoldi. Shuning uchun bunga biz ayrim quruq qavatdan birini qurdik. Qurgandan keyin biz mishani taxmin yaqinlashtirib, tanlaymiz. Tanlagandan keyin mishaninki rangini tükep beramiz. Bunun uchun yana rang sömürüş quroli orqali yana rangini ko'chirib oldik. Buning mana 0% ekilib o'tib, bundan keyin qilmasak mana sal sus holatda bo'lib qolibdi. O'sha holatga ko'chirib oldik. Undan keyin biz ustiga tanlagan rayonga ekib turib, mouse'dan keyin adetilen delete basgandan keyin rang tükep berdi. Undan keyin Ctrl D ni basıp tanlash amalini qoldirdik. Endi astidagi taglikninki aniqligini 100% ekilib o'tamiz. O'sha holatda bo'ldi. Biz endi buni sizib chiqdik. Mana biz ozroqlam uzartdilar. Endi biz birinchisini asos jihatini ranglab, shaklni bir qator süzük holatda sizib chiqarib bo'ldik. Endi bu grupning taqab, biz mushu grupni bir nusxa ko'chirib olib, ostidagi boshqa shaklga ishlasak bo'ldi. Mana hozir bir grupning ichida. Endi biz ikkinchisini yozmoqchi bo'lib qolsak, buni ma'noni paydalab yozsak bo'ldi. Grupnikini qizilda bezib qo'y. Endi buni bir nus ko'paytirib olib, egib tashlagandek bir nus ko'paytirib oldik. Buni mana ostiga tushib, undan keyin kontaktdan kontrolni besib turib, mana ostiga tushib olamiz. Mana hozirgi ko'paytirib olganimizni. Ostiga tushib oldik, lekin rengi qizil. Endi biz buni ustidagi rang bilan o'xshash qilmoqchi. Buni men yana kontrolni besib turib, sal astroq tushib olib, bundan keyin ustidagisining rangini ma'no qilib berdi. Buning uchun biz grupni ichiga kirib, mishadagi qavatlarning o'zgartirish kirgizamiz. Qarasak, birinchisi tojning belgisi ekan, buni o'zinglar keyin uyning belgisiga o'zgartirib olsanglar bo'ldi. Bu turivason rengi o'xshash bo'lgandan keyin buning ostidagi qavatni qaraydigan bo'lsak, qavat mana qizil. Bu 4 bo'lakning birisining rengi. Buning uchun men sömürüş qurolini ekib turib, shuningga ost sol tarafning rangini tanlayman. Undan keyin kontrolni besib turib, qavatni chekkandan keyin tanlashga o'tadi. Adetilen delete basgandan keyin mana rangi rang to'kib berdi. Undan keyin
Onun ostiga o'tsak, bu ostidagisi osti o'ng taraf ekan. Bunimi osti o'ng tarafning rangini ko'chirib olamiz. Buning uchun yana sumirish quroli orqali osti o'ng tarafning rangini sumirib oldik. Ctrl bosib chekkandan keyin buni tanladi. Alt bilan delete bosib, buning rangini to'kib oldik. Ctrl D ni bosib tanlashni amalda qoldiramiz. Endi miyadagi qavatlar rayonidan 5-layer 5 keldik. Buni odatda sizlar buni ism yozib olsangiz texmi qulay. Shuni qurg'an vaqtda o'ng taraf usti, o'ng taraf osti deganga o'xshash. Lekin biz hozir darsda vaqt uzayib ketganligi uchun biz tez-tez so'zlab mangdoq. Buni keyin o'zingni mashq qilib olsang bo'ldi. Hozir qarasak bu o'ng taraf usti ekan. Bu o'ng taraf usti o'g'anlik uchun biz ma'ninkimi o'ng taraf ustining rangini bermoqchi. Shunga sumirish quroli orqali buni rangni sumirib oldik. Bundan keyin qavatning ustiga ekib turib, Ctrl bosib, mousening sol tarafini chekkan ekan tanladi. Bundan keyin Alt bilan delete bosib, buni rangini to'kib oldik. Ctrl D ni bosib amaldan qoldiramiz. Uning ostiga qaraydi. Ostiga qarasak layer 4. Bu cho'qim sol taraf ustichi. Mana. Buni o'xshash mashg'ulot qilamiz. Buni rangini ko'chirib oldik. Buni tanlab bo'lgandan keyin Alt bilan delete bosib, buni rangini to'kdik. Mana mashg'ulot tugadi. Undan keyin ostidagi layer 2. Bu qarasak, sol tarafdagi chambarninki yerimi. Buni rangini ko'chirib olamiz. Buning uchun buni o'xshash rang sumirish quroli orqali yana rangni avrishga oldik. Ctrl bosib turib, buni tanlab Alt bilan delete bosib rangni to'kamiz. Taglikning rangi asosi o'xshatgan, lekin o'ng tarafdagi nimasi o'xshamayotgan. Buning uchun biz yana rangini ko'chirib oldik. Oyni bosib turib, rang sumirish quroli orqali buni tanladik. Tanlagandan keyin Ctrl bosib, tanlashga ekiblam Alt bilan delete bosib, rangni to'kib oldik. Endi bu nimani itib o'tib ko'ribni. Endi mana Ctrl bosib turib, mana ustigimda ekansak, mana mashg'ulotni qilib bo'lgan bo'ldik. Endi hozir men mana tegini o'chirib o'tib, endi biz o'zimiz xohlagan shaklda taglikka mos keladigan rangni bersak bo'ldi. Mana o'sha holatda mashg'ulot qildik. Bu qitimliq darsimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir qitimliq dars ko'rishgacha salomat bo'linglar. Allohga omonat.